Xayrli kech barchaga. Men sizlarga bugun kurkumin geliviy kapsulasi haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bu kurkumin kapsulasini Alsgeymer, Parkinson kasalliklarida immunomodulyator va yallig'lanishga qarshi vosita sifatida bersak bo'ladi. Bundan tashqari metabolizmni yaxshilaydi, ovqat hazm qilish, jigar, oshqozon osti bezi va oshqozon ichak trakti kasalliklarida tavsiya qilsak bo'ladi. Miyaning qon bilan ta'minlanishini yaxshilaydi, chalkashliklarni yo'qotadi. Ba'zilar aytadi-ku, o'sha miyada qon aylanishi yaxshi emas deydi-yu, o'shanda mana shu kurkumin kapsulasini tavsiya qilsak bo'ladi. Albatta umumiy holatiga qarabda depressiyaga qarshi yordam beradi, shishga qarshi, qarishga qarshi kuchli antioksidant, artrit va artrozda, osteoartritda, revmatoid artritda, mushak to'qimalari yallig'lanishlariga qarshi, bo'g'imlarni himoya qiladi, og'riqni yo'qotadi, erkaklarda testosteron darajasini oshiradi va estrogen darajasini pasaytiradi, stressni yo'qotadi, keksalik demensiyasining oldini oladi. Bundan tashqari aniq antibakterial va virusga qarshi, sog'lom to'qimalarga zarar yetkazmasdan xavfli hujayralarni maxsus yo'q qilish qobiliyatiga ega. Ya'ni masalan kista bo'ladi bosh miyada yoki matkalarda kista yoki boshqa joylarda kista bo'ladi. O'shanda mana shu kurkuminni bersak bo'ladi. Bu yuqoridagi fikr aynan mana shunday holatlarni aytyapti-da. Bundan tashqari, ya'ni ushbu birikmani muntazam ravishda iste'mol qilish artrit va artroz rivojlanishining oldini olishga yordam berar ekan. Qarang, hujayralarning insulinga sezgirligini oshiradi. Buning natijasida anabolik ta'sir kuchayadi va bu gormonning ta'sirida o'sha inson o'zini tetik his qiladi. Hazmsizlik alomatlarini kamaytiradi va irritabiy ichak sindromi bilan bog'liq noqulaylikni yengillashtirishga yordam beradi. Demak, o'sha irritabiy ichak sindromi bo'lgan bemorlarga ham bersak bo'ladi. Surunkali kasalliklar xavfini kamaytiradi. Yurak kasalligi va saratonning ayrim turlari kabi turli surunkali kasalliklar bilan bog'liq bo'lgan tanadagi yallig'lanishni kamaytirishga yordam beradi. O'simta rivojlanishini oldini oladi. Ko'krak, o'pka, qon, oshqozon osti bezi, ichak, teri, suyak iligi va prostata saratonlarini davolaydi. Ko'ryapsizmi? O'sha rakni ham oldini oladi. Bundan tashqari mana spid kasalligi deymizki, oitis, o'shanga ham yaxshi-da bu. Operatsiyadan keyin tez tiklanishga yordam beradi. Onkologik kasalliklarni oldini olishga qo'llaniladi. Yurak faoliyatini yaxshi ishlashini ta'minlab turadi. Tabiiy og'riq qoldiruvchi tabiiy antibiotik hisoblanadi. Xolesterin miqdorini kamaytiradi. Qondagi xolesterinni kamaytiradi. Shamollashga qarshi vositadir. Ozish uchun samarali vosita. Sizning chiroyingiz uchun xizmat qiladi. Diabetni davolashda qo'llaniladi. Yaralar bitishini tezlashtiradigan xususiyati bor. Bundan tashqari u juda ham kuchli antioksidant hisoblanadi. Yana bundan tashqari 12 barmoq ichak yarasida ham tavsiya qilsak bo'ladi. Oshqozon sokidagi o'sha me'yoridan oshgan kislotalilik miqdorini pasaytiradi. Yara paydo bo'lishini oldini oladi. Haroratni tushiradi, yo'talni yo'qotadi. O't pufagini tozalaydi. O't safro ajralishini pasaygan insonlarga tavsiya qilinadi. Eshak yemi, toshma kasalligini to'liq davolaydi. Umurtqa pog'onalari o'rtasidagi yog'ni tiklaydi. Qarang, mana bu ko'plarda umurtqa pog'onasida juda ham nima deydi, qanaqadir etlari qochib, qanaqa kirtillab shunaqa bo'lib qoladi-ku, o'shanda ham mana shu kurkumin yordamga keladi. Buni endi mumkin bo'lmagan holatlari ham bor. Buni ham aytib o'tib ketay. Emizikli va homiladorlikda berish mumkin emas. Oshqozon va buyrak kasalliklari xurujida
xurujida berish mumkin emas. 2 yoshgacha bo'lgan bolalarga berish mumkin emas. Bundan tashqari zarcha va iste'molini ko'tara olmaydigan kishilarga tavsiya qilinmaydi. Ana azizlar, shunaqangi noyob biodobavkamiz borda. Qarang. Bemalol tavsiya nima deydi, sizga agar mana shu mahsulot kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hurmat bilan, Malika Muhammadiyevna.